Ana diyarımız O'zbekistonda bugun 16 iyun 2025 yil. Tandirchidamiz. Ben tarafdan, Qarabaya tarafdan kelishingizda o'ng qo'lingizda Jon Xorazboy masjid bor. Masjiddan o'tganingizda 6-son maktab keladi. Maktabning svetoforida tursangiz, peshobodning svetoforida o'ng qo'la ko'cha bor. O'sha beton ko'chadan chiqib borasiz, bu yer ikkinchi ko'cha bo'ladi. Xullas, shu yerda katta hovli joy. 600 metr kvadrat. Qurilish osti bo'lsa 11-15, 165 metr kvadrat bo'lib boradi menimcha. Uyimizda umumiy 2 zal, 3 spanli, 3 dona. Bani, alohida hojatxona, alohida koridorlar ham katta olingan. Bog'lar ham tayyor. Xullas, uyimiz to'liq remontdan chiqqan. Hozir ichini atido obzor qilamiz. Yetkazsa. Siz bilan Instagramda obuna bo'lmang kuzatib turgan bo'lsangiz, YouTube'ga podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, vaqtida bo'lib qo'ying. Chunki sizga kerak joylar bizda chiqadi xudo xolasa. Hozircha podpisatsiya bo'lish besplatniy. Yetkazsa uyni ko'ramiz. Bu yer shuning darvozaxona bilan kirib kelamiz. Katta darvoza. Beri xolagancha mashina sig'dirsangiz bo'ladi. 1, 2, 3 emas. Xolagancha. Bu ham xolagancha sig'diraverasiz. E'tibor etadigan yeri shuni o'zidan yana 2 etaj zo'rindan joy tushirsangiz bo'ladi. Agar biri mabodo sig'ishmay qolaman deydigan bo'lsangiz, bog' tayyor. Bunda ko'chada Eddinning 2 dona hojatxonasi bor. Ko'chaning o'zida. Bu tarafdagi bog'larni ko'rsat, moshni bo'lib turibdi. Uyning o'zina girish chiqish 2 tomonlama bo'ladi. Namunali joylarga kelganlar biladi. Birinchisi bu yerda asosiy eshik bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi imunda. Spalniya orqali kirib chiqsa bo'ladi. Hozir bu yerdan biz berga asosiy eshikdan kirib boshlaymiz. Ve girasiz, koridorning razmerini e'tibor eting. Bas. Koridorning razmerini e'tibor eting. 255 metrdan sal ziyod. Oqshom 2:00 Sholkomataliyanda bir korpus reklama qildi. Shuni zalini razmeri shu bilan teng edi. Bir obunachimiz yozyapti yine. Bu zalmi bu koridormi deb. Nominal joyning koridori, bu yerning zali. Короче, girdingiz, katta koridor. Bu yerda umumiy kafelar bilan tayyor. Shkaflari qo'yilgan. Bize bu yerda oshxona zaldan boshlaymiz. Orqada katta zal. Bu yerda 2 dona zal bor. 2 dona zal bor. Bu birinchisi, kattasi. Zalning razmeri 550 510. Yetdimi? Bak. Zalning razmeri 550 ga 510. Keyin agar kelishadigan bo'lsangiz, ustar kursilar, televizorlar, parda, g'oli absolut hamma narsasi qoladi. Eshiklarga qarang, chistin qo'yilgan. Bu bozor degan $100 eshiklardan emas bu. Chistin. Ustalar ishlagan eshikdan. Bu bonisi. Bonida men endi nima deb ta'riflayman? Lyuks deb ta'riflayman bu yerni. 3 metr uzunasi. Endi 180. Korpuslarning spanisi bilan tengdan bu. Ichini ko'rsat, hamma narsasini otiydi. Cho'mbirlarni ko'rsat. Zo'rindan qo'yilgan ekan. Koridor bilan bu yana keladigan bo'lsangiz, 3 xona bor bu yerda. Katta zal. Bu ikkinchi zalimiz, bu kichkina zal bu. 350 ga 510 razmeri. Bu yerda ham aytib o'tganimizdek, orqangizda nima deysizmi? Uy to'liq kamera bilan jihozlangan. Belgilar ham mendibdi. Perda, mebellar, planga kelishadigan bo'lsangiz, qoladi. Bu yerda 2 dona spalni bor. Birinin razmeri 410 345. Bu xonalarning oynasi el tarafga qaragan, yo'lga qaragan. Bu yerda endi ikkinchi spalni. 410.
Bu spannimiz razmeri 4,4 metr. Bu kattaroq spanni. Bu esa hojatxonasi alohida deyiladi. 2 metrdan sal ziyodroq, endi bo'lsa 1,40 adashmasam. Akkuratni, kattagina. Endi aha. Bam. Bir esa oshxonasi razmerini qarang, 4,565. Hozirgi ko'rib turgan o'ylarda birning razmerlar ochig'i spanni emas, zol uchun qo'yilib turibdi. Buncha ul razmer. 4,565. Endi kuxonli mebellar qoladi. Pulini kelishadigan bo'lsangiz, холодильникdan chiqib ketaveramiz. Bu anda siz aytgan 3-spannim. Bu spanning razmeri katta. Ish o'rnidan bog'a chiqib ketsangiz bo'laveradi bemalol. Razmeri 5,10 280. 5,10 uzuni, eni bo'lsa 280. 5 bilan bog'a chiqsangiz bo'laveradi. Pulnas ko'chada aytaman, yuring, bog'ni ko'rib. Videoni shu o'rnadan ko'rgan bo'lsangiz, bir like bosib, bizlarga obuna bo'lgan bo'lsangiz, endi bahasini aytaman. Egasi narxini $95,000 deb turibdi. Telefon qilsangizlar, xudo xolasa kelishtirib chiroyli narxlar qilib beradi. Imajdan qo'shib beradi ehtiyojga kelishsangiz. Telefon qilinglar, gaplashasiz, chiroyli narxlar qilib beradi. Atmosfera zo'r, tinch ko'cha, bog'cha, maktab, suv, gaz, kommunalka umuman muammo yo'q. Prosta kelib, pulni to'lab yashasa bo'ldi.